Benamozlar haqida kitob bor edi. Shu kitobda bir narsani yozgan. Qo'rqasiz. Benamoz bir luqmani olib og'ziga soladi. Solayotganda haligi luqma tilga kirar ekan. Ey benamoz, sen meni yemasang bo'lar edi. Sen meni yeb gunoh ishlarga sarf bo'lasan. Seni mabodo badaningga men jaylanib, najosat bo'lib tushmasdan badaningga go'sht bo'lib qolsam, seni azobingga men ham sherik bo'laman der ekan. Seni o'rniga bitta namozxon yeb, namoz o'qib, roza tutib, ibodat qilsa, o'shanga men ham san qo'shilib qolardi, quvvat olardim der ekan. Benamoz uydan safarga, bozorga bu yoqqa chiqib ketayotganda devor bosgan yer aytar ekan: "Hoy benamoz, qaytib shu xonadonga kelmagin, sendan biz zerikdik" der ekan. Yer aytar ekan: "Shu bizni bosmaganingda bo'lar edi" deb turadi. Kiyimlar aytar ekan: "Agar bizga Xudo jon berganda, sendan biz qochib ketar edik. Shu benamozga biz avrat bo'lmas edik, yiqinib turmas edik" dedi. Benamoz o'lsa, yuvayotgan suv ham aytar ekan: "Isrof, seni tepangga bizni qo'yyapti-da. Namozxonni tepasiga qo'yganda yaxshi edi" der ekan. Kafan aytar ekan: "Eskina, senga o'ramaganda bo'lar edi. Qabrdagi azoblarga biz ham sherik bo'lib qolamiz" der ekan. Haligi joni yo'q, survam dod deb turar ekanda, "Shu benamozga meni o'ramanglar." Endi olib borib, qabrga olib borib qo'yganda qabr dod der ekan. Ko'rganmiz, 2 soat qabrga olib kira olmaganlarni ko'rganmiz. 2 soat qabrga kirgiz olmagan. Qabr dod der ekan. Suni o'rniga bitta namozxonni olib kelinglar. Shu benamozni qo'ysanglar, u azob bo'lsa, biz ham shunga sherik bo'lamiz. Yanidagi qabrdagilar ham, murdalar ham dod deb turar ekan. Bitta benamoz qo'shni o'lyapti-da, bizga deb dod deb turar ekan. Shuning uchun shu Xudoga ibodat qilmagandan qo'rqish kerak-da. Xudoning nazdida eng yomon odam benamoz odam ekanda. Eng yomon odam benamoz odam.